Shuning uchun islom o'zi nima, sunnat o'zi nima, odob o'zi nima, taqvo o'zi nima, buni aniq ta'rifini bilib olish kerak. Keyin bir odam haqida keyin xulosa qilish kerak. Taqvoni tilsini bilmaydi, taqvosi yo'q ekan. Odobni osini bilmaydi, odobi yo'q ekan. Yo odobli ekan, yo taqvodor ekan. Taqvo nima o'zi? Tushuntirsangiz bilmaydi. Chaqchqirib do'ppi kiyib olish taqvo emas. Ikkita narsa bilan taqvo 100% shakllanadi. 100%. Alloh qilmaydigan bir necha 10 ishlar bor. Qilmaslik kerak. Ya'ni kayir, o'g'irlik, yolg'on, g'iybat, kazil, chaqimchilik, kibr, o'g'irlik, urush, qon to'kish, birovning ustidan kulish, dilozorlik. Biz mana harom shu ishlar. Ular qilmaslik kerak. Xudo buyurgan bir necha 10 amallar bor. Ya'ni tirikchilik qilish, pul topish, ota-onaga yaxshi qarash, xotin bola-chaqaga yaxshi qarash, namoz o'qish, roza tutish. Mana shularni qilsa, ularni qilmasa bo'ldi. Shu odam taqvodor odam. Ispatifkada bo'laveradi. Faqat tor kiyib bo'lmaydi. Tor bo'lsa shalvar ham kiyib bo'lmaydi. Bularni bilinmasi kerak. Kiyilgan narsa keng bo'lishi kerak. Keng bo'lsa sifatika mumkin, dubloyga, cho'tki dubloygalar chiqqan. Endi tonlar u biz rivojlanmagan paytimizda chiqqan. Ton bu ko'vish. Hozir skicher surganda, masalan, ko'vish kiymayman. Zo'r tufli yo zo'r skicher kiyman. Chunki gunoh emas-da. Hani man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum degan hadisni bir balolan tashashadi hayron olaman. Kim qaysi qavmga o'zini o'xshasa o'shandandir. Xo'p, u hadis nima degani? Boshqa qavmda diniy libos aytilgan bo'ladi. Diniy libos. Diniy basl libosi mana yaqinda maykamizgacha Xitoydagi kiyib o'shani deyotganlar o'zi. Unda nima bo'ladi? Boshqa joy o'zi bir ilm fan rivojlanib bitta moda chiroyli ustoz chiqarsa, uni kiyish hech yomon emas. Norga telbay xat chiqargan ekan bo'lmasa. Satda o'shani deydiganlar Norkani $500 kiyib oladi o'zi. Hech kim o'zi kaska kiyib olmasa. Kiyma bo'lmasa, Norga xatdi. Norga Rossiyaniki. To'g'ri-da, odam o'zidan kelib chiqib dinga ta'rif bermas kerak. Bitta mustahab amalni qildiraman deb xalq qiynamas kerak. Men debdi bir qilsa savob, qilmasa gunohi yo'q ishni qildi. Masalan, abdastlarda suv olib kirib, hojatga kirib yuvish mustahab amal. Abdastda suv olib kirmasa gunohkor bo'lmaydi. Shuni qildiraman deb bir narsalar deb suv olib kirmasa so'kib, endi sog'lig'i ko'tarmayotgan, balki shashilayotgan bo'lishi mumkin. Do'ppi kiydiraman deb do'ppi kiysa yaxshi. Payg'ambar alayhisalom kiyganlar. Xo'p, gap yo'q. Payg'ambarimiz kiymaganlarni qo'limni ushlamasin do'ppini to'g'risi. Rasululloh kiyganlar shu kiyaman. Kiymasa nima bo'ladi? Gunohkor bo'lmaydi. Kiysa nima bo'ladi? Kiysa endi odob. Namozda endi kiyish kerak. Sabab Rasululloh yalang'och namoz o'qimagan. Vahobiylar bid'at deydi-yu. Boshing bid'at emas, mabodo shitda vahobiy odamlar bo'lsa, bid'at emas. Bid'at demaslik kerak, chunki Rasululloh alayhissalom qilgan ishlari, sahobalar qilgan ishlari bid'at bo'lmaydi. Shu azlar ko'p gapirib qo'ydim shekilli. Mayli, endi mana zaks bor, yoqmay qo'ygan joy bo'lsa, bemalol mulohaza qilib, o'zlarining dillaring ularga ahli ilmga olib borib qo'yib, noto'g'ri joyini topsa, adresini aytsangiz bo'ldi, o'zim borib gaplashib olaman. Mana shu gapni noto'g'ri deb siz qora ekan ustoz. Shu isbotlab bersangiz, keyin yana kelganimda keyingi bir mavzuda aytaman, shu noto'g'ri gap, mana dalil, mana isbot. Lekin men libbo gapimga isbotlab beraman.